Lekin kambag'allikdan chiqarmayapsiz. Siz faqat boylarga hamma imkoniyatni yaratib beryapsiz. Faqat xo'ja xo'rsinga bo'lib qoldi sizning ishingiz. Portalga, vazirlikka chiqsang, senga qat'iy chora ko'ramiz deb qo'rqitadi. Voy, mana bunaqa kaltlarni berib, uyingda remonti bo'lgandan keyin bu uydan borib ko'chib yashaysan deb boshqani kirgizib qo'yadi, kaltni almashtirib qo'yadi hokimiyat xodimlaringiz. Yo ayollarimiz borki, yengillik, fohishalikka o'tib ketmasin. O'zbek boshidagi ro'molini yechib erkakka aylanib qolmasin. Sizni olib borayotgan siyosatingizga nimaga o'zi hammasi qarshi chiqyapti? Imini Zomin tumanini kelib tekshiring, ayollar bilan yuzma-yuz, men yuzma-yuz siz bilan uchrashishni xohlayman. Nimaga ayollarni qiynayapsiz? Nimaga uysiz qilyapsiz? Axir siz yurtni boshqaraman, ayolni ko'z yoshini oqizmayman deb televizorda gapirasiz. Biz sizni xursand bo'lib eshitamiz. Nima uchun yana biz yig'lashimiz kerak? Balki meni yo'q qilib yuborarman hokimiyat xodimlaringiz. Uyatim bo'lsa aytayin, shatmog'ini ham yo'qman. Mana xatlaringizni, kelgan xatlar o'qib o'tirishimiz kerak. Mana yozgan xatlar mana. Ma'no, mantiq yo'q yozgan narsasida. Xid xodimlaringiz ham, SMB ham, prokuraturangiz ham hech kim ishlayotgan yo'q. Prezidentimiz aldamchi, yolg'onchi degan gap bilan yashashni xohlamayman. Bo'qlarning ichida yonib ketsin, molni bo'qlarning ichida tappa qilsaman.